Bu soatlik dersimiz so'zlaydigan kongen bo'lsa, sliding driver, ya'ni sliding driver. Bu qanday kongen degan chog'da hamda biz ko'proq ekollarda shu ba'zi applarda ma'lum bir batniki ma'lum bir yerini cheksa lappada bir narsa chiqadi yoki ostidan chiqadi degandek chiqadi. Moshni hamda biz oddiy usulda qanday amalga oshiramiz. Endi buniki amalga oshiradigan bir qancha xil usullar bor. Masalan, o'zimiz ayrim bir view yozib ko'rsatamiz yoki bo'lmasa pop-up window deb keyin so'zlaymiz. Pop-up window deb ayrim bir kongen bor. Shuni ishlatamiz yoki bo'lmasa o'sha cylinder driverdan foydalanamiz. Endi cylinder driver deganda buniki hamda biz diqqat qiladigan bir ikki yeri bor, ikki muhim nuqtasi bor. Endi bu qaysi muhim nuqta degan chog'da masalan hozir hangisi web content qilar Android. Qaysi ikki nuqta degan chog'da bunaqa qaraydigan bo'lsak, birsiga content, yana birsiga handle degani nima desanglar, hamda shuni ko'rsatadigan rayon demakchi, ko'rsatadigan konjenniki ID'sini ikkisiga konjenniki ID'si keladi. Content bilan handle. Content deganimiz nima desanglar, shuniki ichilgandan keyinki ichidagi mazmuni. Unda bo'lsa buniki masalan menga bo'lsa image button da olayım. Image button deb Android layout videosi web content Android ilgisi web content Android buniki o'ttirg'i to'g'ri. Bu hamda to'liq shu bir rayonda bir şeyga bir view berib, buniki to'liq ko'rsatgan bo'ldi yoki bo'lmasa image button qilib bersak bo'ldi. Bunda olsa men bunaqa aldidan bir assorsini beradi, yaxshi ko'rinadi. Lekin bunaqa cho'qon biz ID bergan chog'da amal bor. Shu handle, shundaymi? Handle deb andikin bu ID'ni biz ma'noga beramiz. Shu niki handlesi bo'ldi degan so'z. Shniki cho'qon handle bilan nim bo'lish kerak. Andikin men liner layoutdan birini qursam Android buniki videosini file parent Android higisini men web content qilmay buniki higisini men shoes deb qo'yay. Shoes deb buniki backgrounds'ni men ko'rsatib qo'yay. Backgrounds'ga men backgrounds'ga color beray, qizil beray. Yo'q, yeşil beray. Andikin bunaqa ID bergan chog'da biz cho'qon ID content content beradi. Endi ma'ni qatorliq deydi deganda manaqa orientation bekitmadan so'ng deydi. Vertical deb qo'yaman. Hozir biz endi mana konjenda buni qurib bo'ldik, qaraydigansak buni qurib bo'ldik. Endi bunikiga biz endi buni ijro qilib ko'rib boqaylik, ijro qilib ko'rib boqaylik. Qaraydigansak unda bet ichildi. Endi olsa men muhabbatdan chekib boqilsam buni. Mana shu yana bir cheksam ichildi. Endi mana ishchigimi biz viewni yoza olamiz degan so'z. Endi olsa mejnatdan bir qanchani qurib masalan, men bir qanchani qurib biroq tashlab qo'yay. Maniki orientationsini men vertical qilay. Ma'noda hozir menda ID o'xshash bo'lib qoldi. Shunaqa ID o'xshash bo'lib qoldi. Unda olsa men ma'noga 2 deb berib qo'yay. Menga 2 deb berib qo'yay. Men ijro qilib boqay.
Hozir hamda ikkisi balkim osti-usti chiqishi mumkin, biz ko'rolmasligimiz mumkin ma'lum birsini. Ben yeni bir icra koyayım. Demek çok ne aynı hatalık çıktı diyen size bir şeylerde dikkat kılın. Bana hatalık'a qaraydigan child dedi. Bu nima hatalık desek niye qaraydigan bo'lsak content 2 deb yozib qo'yaymi, mana content 2 deb yozib qo'yay. Hamda ijro qilib boqay. Bayatdan xato yozib qo'ymaydi. Chunki ma'niki mazmuniniki ITC content 2. Biz contentni deb qo'ysak ma'no ishni topolmaydi. Qaraydigan bo'lsak bizga faqat bir sil ko'rindi, Demak bu hamda unda bo'lsa men yana bir sinab qilay, yana bir narsani. Buniki hamda bir kamchiligi, buniki kamchiligi. Kamchilikka qaraganda menda bo'lsa qizil rayonga bo'yib dedi. Bo'yib o'tdim, butunisini bo'yib o'tdim. Bo'yib o'tgandan keyin qaragansak buniki garchi ichilmagan taqdirda mazmuni hamda mishadan boshlanib mishaga degan so'z. Bu mush mazmunni saqlab qolmish, doini saqlab qoldi degan so'z. Buniki hamda kamchiligi yerlari shu. Endi buniki undan boshqa qanday vaqtda ishlatamiz degan joyda masalan buni biz masalan mushu bir rayonda bir qancha ko'rilgan holda, ya'ni mana chekkan joyda ma'lum bir review ko'ringan da biz ishlasak bo'ladi, shunday holda ishlasak bo'ladi. Bu konjenniki ishlatish doirasi uncha keng emas. Biz vaqti kelgan joyda pop-up window yoki bo'lmasa o'zimizniki views orqali amalga oshiramiz bunday iqtidorni. Endi bu cylinder driver orqali so'zlaydigan XML'dagi qiymatlarimiz. Unda olsa biz buniki Java'dagi olib ko'rib boqaylik. Java'da qanday alayliklar bor. Buni ichilgan yepilganligini qanday farqlantiramiz yoki bo'lmasa kod bilan qanday ichib yopamiz degan. Unda olsa men oldi bilan bunga bir ID berib olishim kerak. ID berib olgandan keyin men bu yerga buni aniqlayman. Men buni qarasam, mana Java'ning Androidning o'zimi buni Gochi bo'lgan controller deb chiqarib berdi, bizga Gochi bo'lgan. Endi bunda sizoq chiqqanlar qaraydigan bo'lsak, sizoq chiqqanlar bu amaliyotda Gochi bo'lgan. Gochi bo'lgan nima degan gap desanglar, buni degan qo'llamaydi Android. Bu konjen balkim buni degan o'sha Androidniki yo'qolib ketishi mumkin. Buni qaraydigan bo'lsak, set on qaraydigan bo'lsak, set on deb qaraydigan bo'lsak, nega qaraydigan bo'lsak, mana driver close listener bilan open listener deb turdi. Andan keyin scroller listener deb.
Demak, bu yerda shu xil holatni biz biroqla payvand qila olamiz degan so'z. Mana shu xil holatni biroq payvand qila olamiz. Ichilgandikisi, yepilgandikisi. Unda bo'lsa qanday ochimiz degan chog'da buniki open orqali yopamiz, ochamiz. Unda o'zi qanday yopamiz degan chog'da close orqali biz buni yopamiz, o'chiralaymiz. Bu hamda Java'dagi kod bilan boshqarish. Bu konjani hamda jiq so'zi menga sanab bu konjani hamda ko'rdinglar, Gochi yo'llagan konjalar.